Kuni kecha Termiz shahrida ro'y bergan yo'l transport hodisasi ijtimoiy tarmoqlarga keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo'ldi. Afg'oniston fuqarosi boshqaruvidagi avtomobil daraxt va elektr ustuniga urilib ag'darilgan, natijada yong'in kelib chiqqan. Voqea tafsilotlari quyidagi lavhamizdan o'rin olgan. Mazkur hodisa joriy yilning 3-noyabr kuni Termiz shahri hududida sodir bo'lgan. Ma'lumotga ko'ra, 2006-yilda Afg'oniston Islom davlatining Balx viloyati Mazori Sharif shahrida tug'ilgan Ansora Ahmad boshqaruvidagi Toyota rusumli avtomobil bilan chegara Yulduz mahalla fuqarolar yig'ini yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan paytda boshqaruvni yo'qotgan. Joriy yilning 3-noyabr kuni tun soat taxminan 1:10 chamasi Termiz shahri Ibn Sino ko'chasi Yulduz mahallasi hududida yo'l transport hodisasi yuzaga keladi. Ushbu yo'l transport hodisasini sodir bo'lish sabablarini o'rganganimizda dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Afg'oniston Islom Respublikasi Mazori Sharif shahrida tug'ilgan va Afg'oniston Respublikasi fuqarosi bo'lgan 2006-yilda tug'ilgan haydovchi o'zining boshqaruvidagi Toyota rusumli transport vositasini boshqarib kelib, boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi ustunlarga borib urilib ag'dariladi. Yo'l transport hodisasi natijasida avtotransport vositasiga qisqa tutashuv yong'in yuzaga keladi. Ushbu jarayonda transport vositasi haydovchisi va yo'lovchilari avtomashinadan chiqib olgan va hech qanday o'lim holati yoki tan jarohat olgan holatlari kuzatilmagan. Hozirda Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yo'l transport hodisasini kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Avtomobil yo'l chetidagi daraxtlar va elektr ustuniga urilgan. Urilish natijasida mashina ag'darilib, yong'in kelib chiqqan. Hodisa oqibatida transport vositasi to'liq yonib ketgan. Hozirgi vaqtda hodisa yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshiruv va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Avtohalokatning aniq sabablari o'rganilmoqda.